ertangi so'ylatan molimizni ko'rishingiz mumkin. Videolarini bemalol. Hurmatli Beruniy go'sht obunachilari va bizlarda eldimizdagi haftada yana qanday yangiliklar bor ekanligini Farruxonimiz hozir aytib tushuntirib o'tadi. Assalomu alaykum hammaga. Bizlarda yangiliklarimizni bilasizlar. Yangiliklarimiz shu hafta davomida 8 dan 10 ga deyim bo'lgan vaqtda azonga ertalabki 95 ming so'mdan shunday semiz o'gizlarimizning go'shtlarini olishingiz mumkin. Bu o'gizimizni o'zlarimizning og'amiz G'ulom akamdan oldik. Yilda 1-2 o'giz bag'ib sotadi bilan. Xudo xolasa bir yilga mana zo'r etib semirtirib tayyorlab berdi bir o'gizni, rahmat. Salkam 30 million so'mga oldik. Shunday o'gizlarimizning go'shtini 95 ming so'mdan Beruniy go'shti olishingiz mumkin. Kelaverasizlar hafta davomida. Bizlarda bir kun emas, hafta davomida kunda bir kundan foydalanish emas bizning maqsadimiz. Kunda kelib 95 ming so'mdan azongi vaqtda kelib olishingiz mumkin. Keyin bu go'shtni to'liq xalqimizga beramiz. Qassob og'alarimiz, ukalarimiz, birodarlarimiz so'rab turibdi. Bizlarga da so'yib bersanglar bo'lmaymi 95 ming so'mdan bu go'sht to'g'ri kelmaydi. Bizlar 100 kilosini xalqimizga shu 2 soat davomida yetirib berish maqsadida shunday o'gizlarni so'yib turibmiz. Bundaycha 95 mingdan to'g'ri kelmaydi bunday o'gizlar. Endi bizlar shu bir 7-8 kilo go'sht qamay qo'ysa 2-3 kilo qolsin, biroq shu xalqimizga yaxshi sifatli go'sht yetirib berish maqsadim. G'ulom aka, rahmat katta, pullarni yaxshi kunlaringizda, to'ylaringizga ishlating. Sog' bo'lg'aysiz.